Usti bilan urishdim darvar ustida. Hamsiyamiz Ismat bilan urishdim, yana suv ustida. Yanami? Ha, yana. O'zingizlar nerdan urishasizlar? Menga qara, ustini xotini bilan urishasanmi? Ismat xotini bilan urushasanmi? Yorib tashlayman. O'zi bilan ham urishaman kerak bo'lsa. Menga qara, o'zim seni trinovka qilib tayyorlantiraman, ertaga jang uyushtiramiz. Yur xotin. Bo'lmasa hozir trinovka qildiraman seni. Ertaga jang tashkillashtiramiz. Davay, turing, ketdik. Keqa xotin u yerga qani? Uydan nima qilamiz? Trinovka qilamiz. Uydan. Aha, hardan. Kirqani, kir o'rgataman o'zim. 1 To'g'ri ur qani, to'g'ri ur. Qanday? Kir, yana bitta. Trinovkada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Yur xotin. Xotin zo'r, davay ko'tar. Ha, ishla, o'qirachi. Davay, xotin isi yoramiz. Yoramiz ular, yoramiz. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bugungi Samon Press ligamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamda davramiz to'riga ikki boyeslarimizni chaqiramiz. Qani? Kelinglar. Qo'rqmang. Bo'ldi, o'zingizlar bo'lsin. Endi jang boshlashdan oldin men sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. O'zi bitta sponsorimiz bor, u ham chorak magazni. Yutgan odam 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, yana 5 litrli yog'. Undan tashqari nakavt qilsa deyapti, 2 kilo go'sht ham qo'shib beraman dedilar. To'g'rimi? Nima deysizlar shunga? Ma'qulmisizlar? Davaymi? Davay. Bo'lmasa jangni ochiq e'lon qilamiz. Qani? Boyeslarimiz hamma tayyormi? Siz tayyormi? Biz tayyor. Ha. Siz tayyormi? Ha, tayyormiz, ha xotin. Boyeslarimizni jang maydoniga chorlaymiz. Qani kelinglar. Birinchi raund. Voy! Ha. Osmonda qushlar uchganda Voy, to'xtang. Sochidan tortish yo'q, to'xtang. Birinchi raund tugat bo'ldi. Voy! Xotin yaxshimisan? Nima sochidan tortding? Yig'lasin-da sochini. To'lkalari o'xshaydi. Emotsiyada bo'ladi. Normalmi xotin emas? Menga qara. Qo'rqmatam cho'kib ketyapti. Men suv ichasam. Oy, dadasi ko'zim achib ketdi. Yo'q, no'sin bor-ku, o'zi. Press liga jangining kulminatsion nuqtasi. Ikkinchi raund. Fight! Davon xotin! muhabbat yig'lama yoningda o'zim bo'laman yig'lama muhabbat yig'lama Birinchi o'rin sohibasi ustini xotin. Xo'sh, Ismat aka, xotiningiz boshida zo'r urushib o'tirgan sochidan tortib, nimaga mag'lub bo'ldi? Xotin nimaga mag'lub bo'lding? Aldadiman ustining xotini. Nima deyapti? Stoykada urishaman deganda.